Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi ketmonlarimiz tayyor bo'ldi. Ularni buxorolik Muhriddin akamizga optimga donaga tayyorlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Qo'limdagisi 26 santimetrlik. Mana sifatidagi bir baho berib qo'yasizlar. Juda chiroyli. Donaga 200 ming so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beryapmiz. Buni usta dehqon akalarimiz olishyapti. Olgan pullariga og'rinib qolmasligi uchun uni chiroylab yeri chopadigan qilib tayyorlab beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu ketmonlar Qirg'izistonda ko'rayotgan bu birodarlarimiz uchun Qorasuv bozorida ham bor. Tojikistonda ko'rayotganlar uchun Xo'jand bozorida ham bor. O'sha yerdan topib olishlari mumkin. Emasam o'zimizga lichkaga yozsalar, klientlar nomerini beramiz, o'sha yerdan olaverasizlar. Ketmonlarimiz sifatlari juda a'lo. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi almazi diskadan bo'lgan. Po'lat diskadan bo'lgan. Kimga shunaqa ketmon kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib yetkazib beramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, layk bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.